O'zgidrometeorologiya agentligi hafta davomida ob-havo qanday bo'lishini prognozini e'lon qildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Kanalimizga obuna bo'lib, video ostiga bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Hafta davomida yog'ingarchilik bo'lishi kutilmoqda. O'zbekistonda joriy ish haftasiga harorat +30 darajagacha ko'tariladi. Biroq aksariyat hududlarda momaqaldiroqli yomg'irlar va kuchli shamollar kutilmoqda. Tog'li hududlarda sel kelish xavfi bor. Toshkentda esa hafta o'rtasida ochiq havo bo'lib, harorat +29 darajagacha bo'lishi kutilmoqda. O'zbekistonda ish haftasi davomida harorat asosan issiq bo'ladi. Hududlarda momaqaldiroqli yomg'irlar kuzatiladi deb xabar bermoqda O'zgidrometeorologiya agentligi axborot xizmati. Dushanba kuni kunduzi O'zbekistonning shimoliy g'arbiy hududlarida va kunning ikkinchi yarmida markaziy va janubiy viloyatlarida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Farg'ona vodiysi viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati +20-+25 darajada iliq bo'ladi. 31 va 1-aprel kunlari Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm va Buxoro, Navoiy viloyatlarida, shuningdek respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarda momaqaldiroq bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Kunduz kuni ob-havo harorati +27-+30 darajagacha iliq atrofida bo'ladi. 2-aprel shimoliy g'arbiy hududlarda, cho'l zonasi va janubiy viloyatlarda. 3-aprelda esa respublikamizning ko'p boshqa viloyatlarida momaqaldiroq bilan qisqa muddatli yomg'irlar yog'ishi kutilmoqda. Harorat +24-+27 darajagacha, janubda esa +20-+22 darajagacha pasayadi. Shamol 7-12 metr/soniya tezlikda esadi. Janubiy va cho'l hududlarda 14 metr/soniyagacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Tog'oldi va tog'li hududlarda sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Toshkent shahrida dushanba kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat kechga tomon biroz yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat +22-24 darajada iliq bo'ladi. 31 va 1-aprel kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorati kunduzi 27-29 darajagacha iliq bo'ladi. 3-aprelda esa biroz yomg'ir yog'ishi mumkin. Kunduz kuni harorat 24-27 darajagacha iliq bo'ladi. Shamol sharqdan 3-8 metr/soniya tezlikda esadi. Keyingi yangiliklarimizni o'tkazib yubormaslik uchun video ostiga bir dona like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.